الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Allah Subhanahu wa Ta'alaga onun şiksiz nimetleri için şükür ederiz. Ol bizning yo'qdan bor qilishimiz, ol bizning rizqlantirishimiz, bizni qayg'urishimiz. Ol bizni eng ko'rkam ravishda yaratdi. Bizga ko'rarga ko'z, eshitarga quloq, suylarga til, o'ylov, fikrlash uchun ong, zehn berdi. Alloh Taoladan boshqa ibodatga loyiq bo'lgan hech bir zot yo'q. U birdan-bir haq ilahdir deb shahodat etiraman. U bir yolg'izi, yo'qdir uning tengdoshi. Uning qo'lida ashagan rizqimiz, uning qo'lida yashagan turmushimiz ham ketashak ajalimiz. Uning qo'lida bizning eshituv, ko'ruvimiz, o'y ham fikrlarimiz, uning qo'lida har bir odim ham harakatimiz. Ondan boshqa hech bir kuch, quvvat egasi, hech bir turmushda daragimiz yo'qdir. Muhammad alayhissalatu vassalam uning quli ham oxirgi elchisidir. U o'z ustida bo'lgan ulug' amanatni erishtirdi. O'zining ummatini to'g'ri qildi ham so'nggi so'lishuna qadar Alloh yo'lida, din yo'lida kishilarni jannatga chaqiruv yo'lida xizmat etdi. Sallallohu alayhi va ala alihi va ashabihi va man ittaba'a. Aziz qardoshlar, Alloh Taolaga gunoh qilgan saqlanamiz. Onun bizga qo'ygan shirklarini saqlamiz ham bilamiz. Allohning ishi har kimga yetar. U har kimni ko'rar, u har kimni bilar ham har birimizga Alloh eng yaqin zot bo'lib turadi. Alloh Taolo aytdi: "Va laqad xalaqnal insana va na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Alloh Taolo aytdi: "Rizqda kishini yo'qdan bor qildi." Ham Alloh Taolo aytdi: "Biz bilamiz kishining nafsi nindi ana vasvasa qiladi, nishib ana xotirda biz uni bilamiz. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Ham biz Alloh Taolo aytdi: "Men kishiga qon tomiridan da yaqin" dedi. Ey qardoshlar, qon tomiri, mana shunda mo'yindagi qon tomiri bizga yaqin. Qirg'izdagi xotinimiz bolamizdan da qon tomiri bizga yaqin. G'ayrimiz tugan ati-anamizdan da, chunki u bizning bilan, u bizga yaqin. Lekin jamoat Alloh Taolo aytdi: "Qon tomiringiz nishikkina sizga yaqin tursa da, men sizga shu qon tomiringizdan da yaqin" dedi. Chunki u har birimizni ko'rar, har birimizni bilar. Kishining ishida ham shunda bo'lgan har bir harakat Alloh Taolo qo'lida. Aziz qardoshlar, biz sizning bilan bugun Alloh Taolaning bizga bo'lgan cheksiz ne'matlarining birsi turida so'zlashamiz. Ham shu ne'matni esga olib, uning qay bir qiymatlarini, qay bir uning foydalarini ham durust qo'llanmasam, qay bir ziyonlarini to'xtalamiz. Bu jamoat bizning dinimizning eng hurmatli o'rinida, boshimizda, bizning yuzimizning to'rida o'rnashgan ikki ko'zimizdir.
Alloh taolo Qur'onda bir necha o'rinda o'zining 3 ne'matin birga bir-birisi bilan baylab esga oladi. U da bo'lsa ko'rgan ko'zimiz, eshitgan qulog'imiz ham aql, zehn, yuraklarimiz deb aytdi. Ham Alloh subhanahu va taolo bizga shu ne'matlarni berdi, ham bizdan birgina narsani talab etdi. Oy sayin oqshom uchurida tugib, shokda jibaram demadi. Alloh taolo aytdi, "Mana men senga beraman. O'zing ko'rib, qulog'ing eshitir, onging zehning senga xizmat etar, lekin rahmatini aytdi." Chunki Alloh taolo Qof surasining Alloh taolo Nahl surasining 78-oyatida aytdi, "Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Alloh taolo borisida anilaringizning qorinlaridan shu dunyoga chiqardi. La ta'lamuna shay'a. Bir narsa bilmagan holda. Siz birni bilmaysiz. Biz bir kimni bilan bilmaylik. Aniyimiz bilan da sunnan tanishdik. Aniyimiz bilan da sunnan tanishdik. Osharga, ishlarga, yerga yerendik. Ondan so'ng takammalarni tekitdik. Alloh taolo aytdi, bir narsa bilmagan holda sizni anilaringizning qorinlaridan chiqardim. Va ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Ham Alloh taolo sizga eshituv uchun quloq berdi, eshitishi bo'lmaydi. Ko'ruv uchun ko'zlar berdi, ham sizga yuraklar, ong'aringlar, ong zehn deb aytdilar. Ham narsa dedi, la'allakum tashkurun. Balki siz menga rahmatli bo'lasiz. Balki siz shu ne'matlarni ko'rib, ularning qiymatlarini anglab, Alloh taolaga shukr etarsiz dedi. Nahl surasining 78-oyatida. Ayy jamoat, ko'zlaring, quloqlaring uchun Allohga rahmat aytasanmi deb musulmon kishisidan so'rasam, u yo'q deb aytmaydi. Ayy rahmat aytaman. Shukr etamiz kibir. Alloh taolaga rahmat aytamiz kibir. Lekin jamoat, biz sizning bilan u ne'matlarning haqiqiy bayasin, shin qiymatini bilmaymiz, anglamaymiz. Shunga ko'ra ko'p murda shukr etsak-da, jamoat, ay vaqt bizni u qilishlandirsa da men rahmat aytaman. Mana men osharamdan rahmat aytaman. Mana men ko'zgidan qarab ko'zlarimni, quloqlarimni ko'rgach rahmat aytaman. Alloh taolo bizning rahmatimizga bayon beradi. O'zi biz qo'yamiz, o'zi bizning shukrimizga Alloh taolo qo'yadi. Ham Mulk surasining 25-oyatida ham tag'in bir oyatda keladi. Qul huvallazi ansha'akum. Alloh taolo aytdi, ey kishilarga dedi, Alloh sizni o'stirdi, yo'qdan bor qildi. Va ja'ala lakumus sam'a, eshitirga quloq berdi. Val absar, ko'rga ko'zlar berdi. Val af'ida, yurak, aql berdi. Ham aytdi, qalilan man tashkurun dedi. Ham sizning rahmatingiz bek oz dedi. Alloh taolo bizning shukrlarimizga bayon qilib aytdi, siz bek oz shukr etasiz deb Mulk surasi Tabaraning 23-oyatida. Ham aziz qardoshlarim, albatta odam bolasi ko'z bo'lsinmi, quloq bo'lsinmi, oyoq, qo'l, umuman sog'lik salomatlik bo'lsinmi, o'z qo'li bilan ishlab topgani bo'lmag'ach, o'z mong'ay tili bilan xizmat etib, kasb etib, intagib, ozash yigib olgani bo'lmag'ach, ani qadriga qo'yishadi. Qo'y vaqt mashinani qadrlaymiz. Ejatga shukr, intaga olg'ach, mashina qadrlari ko'ra turgan ko'zlarimiz
nimetten mahrum bo'lgan qardoshlarimiz kishilar mana janobi Alloh taolo shu nimetning ne kadar büyük nimet ekanini bilib Alloh taolo shu nimetden mahrum bo'lgan kishilar ular sabr etseler Alloh taolo ularga jannat bilan to'ldiradi. Shu ko'zdan mahrum bo'lib shunga rizo bo'lib sabr etsalar Alloh taolo zarqatsin o'zini beradi. O jannat dedi. İmam Buxoriy rivoyatida Anas ibn Malik topshira سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيدرس قلهم بلا يشتم دي سيبقى پیغمبر بزن شوني سوزلارinde إن الله قال الله تعالى أيتدي bu قدسي حديث إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة پیغمبر بزن الله تعالى أيتدي أجر بندما حبيبة كوزدبيت بي حبيبتيه يعني yaratgan emirlerinden sınav bilsendi. Bu hadiste kuzdik girmeyi. Lakin alimler bu hadisine Habibe yani Habibe bu yaratgan dost degan söz. Yaratgan dost işte bir kızının kadının yaratsa şolay Habibe deb aytılgan mümkün. Habib yaratgan degan söz. Mana kim o'zining shu yaratgan do'sti ikki do'stimdan mahrum qolibdi. Shunga sabr etsa, avvaltuhu minhum al-janna. Shu ikki do'stimdan mahrum bo'lib sabr etib yashagan uchun shular o'rnida men jannat bilan yashayman. Jannat bilan yashayman. Shu ikki yaqin do'stim yo'qotib, ikki ko'zim yo'qotib sabr etgan uchun jannat bilan yashayman deb bu hadis Imom Buxoriy rivoyatida. Shunga ko'ra aziz qardoshlarım, mana shu hadislardan biz ko'ramiz. Ko'zning niddi darajada ulug' ne'mat ekanini ham janobi ko'z ne'mati. Bu odam bolasining dunyoga bo'lgan derazasidir. Ya'ni mashit derazasidan biz hozir Uramda ko'rsak, Uramda quyosh ekan, hozir kun ekan, agarda bugun shu butun derazani qoplab o'tirsak biz ko'rmaymiz. Anda hozir kunmi, anda hozir tunmi, anda hozir jaymi, qishmi, hozir quyoshmi, bulutli kunni biz ko'rmaymiz. Lekin shu derazalarga qarab biz ko'ramiz. Biz ko'ramiz Uramni, biz ko'ramiz tabiatni, hammani Alloh taolo shu banda degan binoga da qo'ygan ikki deraza. Ham shu deraza ama Tirayini ko'rsatlar. Shu deraza osha adam bolasi bilmagan narsalar bilan tanishadi. Yomon narsalar bilan tanishadi. Shu deraza osha u o'zidan turli ma'lumot, turli xabarlar oladi. Turli dunyosi ishida, oxirati ishida kerak bo'lgan xayrli ilmlar oladi. Shu derazasi osha. Alloh taolaning ko'p ni'matlarini, Alloh taolaning ona ham boshqalarga bo'lgan ko'p rahmatlarini shu deraza osha qo'yadi. Shunga ko'ra jamoat derazasi bo'lgan u derazasini yopib o'tirgan deyishdi. U ko'rgan deyish. Musulmon kishisi, iymonli kishi, bigrakda shu Alloh bergan ko'z bilan Allohning ko'p ne'mati bor. Qarabız, u quyoshni da ko'rgan deyish. U motor tonglarni da ko'rib subhanalloh Allohga shukr etirgan deyish. U tungi ko'kdagi shimildab turgan motor oylarni da ko'rgan deyish. Motor yulduzlarni da ko'rgan deyish. U tabiat, yilg'alar bo'lsinmi, dengizlar bo'lsinmi, bilan inshaalloh bir oydan shunda yaqin tira yashillikda ko'milishib shu narsalarni ko'rabilgan. Ham Alloh taolaga shukr etilgan deyish. Ham Alloh taolo bizga shu bergan ne'matimizni foydalanishga qo'shdi. Amr berdi. Birimizga Alloh taolo o'zingni baylab uyingga o'tir deb aytmadi, ham aytdi. Qul ayt kishilarga unzuru mada fis samawati wal ardi
Yunus surasi 101 oyatda. Ham jamoat ko'zlari ko'rgan ol ko'rishi uchun zo'r qurol bo'lib turmoqda. Zo'r ish bo'lib turadi. Chunki jamoat kishi shu ko'zlari bilan ko'p foydali narsalar ko'rib, shu foydalarni oladi. Kishi shu ko'zlari bilan ko'p qo'rqinch narsalar ko'rib, shu qo'rqinchlardan qochadi. Yo'lda shifr bo'lsa, qirg'a ketamiz. Yo'lda kimdir mashina kelib chiqsa, to'xtab qolamiz. Ko'zi bo'lmagan bu narsalarni ko'ra olmaymiz. Shunga ko'ra ko'p foydali aytib olamiz. Ko'zlar ochadi. Ko'p ziyandan birdan qochamiz. Ko'zlar ochadi. Kishi shu ko'z bilan ko'p foyda sharif edi. O'zine de, oilesine de, mal-mülketini saqlayıb, şu ko'z bilan yaman narsalardan qarab ko'rib bitirsinlar. Yaşlayıqları Allah Teala bizga bergan shu iki habiba, iki yaratgan do'stimizni dunyoda ko'p foyda olib, oxirat ishida shu foydalarni topishlar qilgan uchun. Shunga ko'ra jamoat Allah Teala iki do'stni berdi. Ham shu iki do'stni durust etib foydalanishga va'da berdi. Agar da foyda olib uchun berilgan tarazani oshib yuborgach, agar da bu tarazadan ziyonni bir kirga tilasa, agar da sening dunyoing uchun, oxirating uchun foydali turgan ziyonni, zararli bir kira boshlasa, Alloh Taala bu tarazaning eshiklarini berdi. Qopqachlarini bu ko'z qobog'i. Ko'z qobog'in shundoq tushirasiz. Ama bu ish kerakmi? Ama bu hal kerakmi? Uramda chiqib, ilgirgi zamonlari kabi dovul chiqsa, to'xtalar bilan yo'lasi yo'q. Tezgina bir mezgil ichida, hatto deydilar, bir qisqa vaqtni ko'z ochib kelmoqchi edi. Shunga ko'ra shundoq ziyon ko'rasan ekan, bu senga kirib ketirgan mumkin ekan, ko'z qoboqlarini tushirib qo'yasan. Boshingni ikkinchi yoqqa burasan, o'zingni tushirasan. Alloh Taala shu ziyondan saqlanish uchun uning eshiklarini berdi. Shular bilan kishi vaqtlicha tarazada yopib turadi. Agar Alloh bergan shu ko'z halalga tushsa, kishiga ko'p mushoqlik kerak. Chunki jamoat oilamizni ko'rib, bolalarimizni ko'rib nishik rahat, do'stlarimizni ko'rib rahatlanamiz. Murodlar rahatlanib, ko'zlarimizni ochib yuramiz. Tabiat ishqonlarida huzurlanamiz. Alhamdulillah ko'p mushoqlik. O'zimiz halalga tushib, ko'p yengillik bizga. Chunki jamoat vaqt mashqqa kelib, turmushni bitirib qisqash. Chunki ko'p vaqtda biz mashqqa shu vaqtda kelamiz. Akşası yo'q, semyada problema, narsa ishlardan bilmay, shu vaqt kishilarga shunday katta nasihat bergani bor. Mana ertaga uyangaч ko'zimni baylab qo'yadi. Baylab qo'y. Ham ilaga qadar, abidga qadar ida yo'q buni shu o'zim baylangan kelish yashab boradi. Problema yo'q, qonun bu tog'am problema sina. Erta bilan turib o'zim baylangan kelish, badrafga chiqib qorish, hatto urinib boshına bosh barmog'ini bir qotini aytirib urmagach, eshik tutqosimizda kirib, zubdan shotqalarimizda qora, badrafga kirib, pulimiz yo'q, shay yasab qora o'zingga hamma uylarda hayat shu kuragini oldi. Hozir o'zingga sinov o'tkazib, problemalarni yengillaydi. Vallahi o'zini yengillaydi. Shunga ko'ra jamoat halalga tushgan ko'z ol kishiga ko'pmi yengillik beradi, ko'pmi foyda, ko'pmi ne'mat. Lekin shu ko'z agar haromga tushsa, adam bolasina shodlik keltirasi ko'z keltira hasad. Adam bolasina yengillik keltirasi so'z ko'pmi keltira og'irlik, ko'pmi og'riq kirar. O'tib shu tarazadan adam bolasina ne'mat bo'lib berilgan, foyda etib berilgan ko'z adam bolasina ziyon, zarar, bala olib keladi. Ham qiyomat kunida Alloh Taala boshına kelib bosqach, har birimizdan shu ko'zlarimizni, ikki do'stimizni nishik qo'llandik, narsaga qo'llandik, Alloh uchun nishik shukr etdik, xoqin Allohdan nishik to'ladik, mana shu butunimizda javob berishadi.
Agar da Alloh bergan yoqin do'stimizni izgilikda qo'llansa, mashallah, u do'stlarimiz bizga tog'amlazi shodliqlar olib keladilar qiyomat kunida. Agar da biz ularni gunohlar qo'llangan bo'lsak, Alloh saqlasin, u o'zlarimiz bizning ustimizga qiyomatda ko'p mag'rurlik ham g'azab olib kelishadi. Alloh taolo Al-Isro surasining 36-oyatida aytdi: "Innas-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Alloh taolo aytdi: "Eshitgan qulog'ingizda, ko'radigan ko'zingizda, yurak, ong, zehningizda kullu ulaika bular butunisida qiyomat kunida butunisidan so'rov olishadi. Butunisidan Alloh so'rov olishadi. Ham jamoat adam bolasi ikki yoqin do'stida ko'zini ishib qo'llandi. Jamoat tillari aylantira silisi yo'q. Kerakmi? Allohning amri bilan ko'zlardan sachlagan oyoqlardan Alloh o'zlari silishadi. Anday tilin bu dunyoda siladi, qiyomatda tilin yo'q etsin hazır. Alloh taolo kishining ovozini tumalab qo'yashar, muhrlab bosib qo'yashar, ham aytashar, bo'ldi til qo'lsilarni ayda ko'zlar silamiz deb aytashar. Ayda quloqlar silamiz. Narsa eshitdingiz, nindi g'aybatlar shidimiz, qoylarga qaradingiz, oyoq qo'llar silamiz, qoylarga bordingiz, narsalar ishladingiz. Ham shu vaqtda Alloh taolaning amri bilan ko'z butun aybini solashadi. Butun aybini solashadi. Ham Alloh taolo Fussilat surasining 20-oyatida aytdi: "Hatta ida ma ja'uha shahida alayhim." Jahannam o'tuna kelganda deydi. Mana jahannam o'ti shu vaqtda shahidu alayhim. Shahadat beriladi. Shahadat sili boshlarlar ona qarshida kishiga qarshi. Sam'hum quloqlari sili boshlardi. Ona botira boshlayashlar. Bunda bo'laydi jahannam. Bunda bo'laydi azab. Bo'laydi izgilik chekmi. Bo'laydi gunoh ko'p. Al-ali yo'q bo'lgan deb Alloh taolo shu vaqtda ona botira boshlar. Ana eshitgan qulog'i va absaruhum ikki yoqin do'stidi. Bu bit yoqin do'st izgilik uchun beribdi. Asli do'stlarimni yolg'izlikqa qo'llandim. Shu aqra qiyomatda ular seni botira boshlayashlar. Alloh taolaga ilaklab butunay buni yo'qdan bor kishisini seni botira boshlayashlar. Va juluduhum hatta tirilari, ko'zlari ular da ona botira boshlarlar. Ona qarshi silab bima kanu ya'malun qilgan butun ishlarini silabdi. Fussilat surasi 20-oyat. Ayy jamoat, Alloh taolo haromga ko'z tushirishni Alloh taolo bizga deydi. Ham shu ikki yoqin do'stimizni izgilikdagina sarf etarga buyurdi. Ham agarda shariatda narsagadir qarov halol bo'lsa, narsagadir qarov jamoat bu harom, qat'iy ravishda tayyorlan. Lekin agar shunday aytdi, u narsalarga qarov harom tugul. Lekin uzoqlab qarov yaram. Ali onlarida bor ekan. Masalan, dunyo boyligi. U halol. Kimningdir motili yurti, kimningdir o'tirib yurgan zotli oti, kimningdir kiyimi, oltini, kumushi, ham boshqasi. Ayy, oshiqdan anda qarov harom deymiz, bu halol. Lekin jamoat u narsalarga uzoqlab qarov, u kishini gunohga aytadi. Chunki u ayollarga darazani zo'rab boshlab tursan, daraza boshqa bu narsalar kishining yuragini kira boshlaydi. Shunga Alloh taolo bu narsalarga uzoqlab qarovni dedi. Bu haqda bir necha so'z, chunki ko'z problemasi ko'proq yoshlarda rus tilida aytib ketasim keladi. Мы сегодня с вами разговариваем о великом благе, которым Аллах Та'аля наделяет своих рабов, и это
окружающий нас мир. И через это окно человек получает очень много полезной, как для его мирской жизни, так и для вечной жизни, очень много полезной информации, получает много необходимых для его благополучия знаний. Но если раб открывает это окно на запретное, то есть если раб использует это благо, то есть зрение, взирает, смотря на запретные вещи, то все это благо, оно действительно называется благом, оно начинает приносить не пользу, а вред. И благо в итоге превращается в зло. Вся польза превращается во вред. И все облегчения, которые мы получаем посредством наших глаз, мы передвигаемся, мы с вами общаемся, мы видим опасность и обходим, объезжаем эту опасность. Это облегчение, но если человек использует свое зрение и смотрит на запретные Всевышнему Аллаху вещи, то это уже не облегчение, а бремя, и особенно в судный день. Поэтому окно имеет свои двери, которые иногда нужно закрывать, и Аллах Та'аля приказал нам, когда мы видим, замечаем что-то запретное, аураты, то мы должны закрывать это своими дверями и отпускать на свое время жалюзи. И Всевышний Аллах Та'аля сказал: «Куль, скажи, доведи до людей, и я довожу как до себя, как и до вас. Куль лиль му'минина, и скажи верующим мужьям, верующим мужчинам, ягудду мин абсарихим, и пусть они опускают свои взоры. Пусть они опускают свои взоры, когда замечают хаурат, когда видят женщин, пусть они опускают свои взоры, и пусть они оберегают свои половые органы. И это лучше и чище для них. Инна Аллаха хабирун бима яснаун. Поистине Аллах видит, Аллах Та'аля знает, ему известно все, что вы совершаете. Это сура Свет, сура Нур, 30 аят. И следующий аят, 31 аят, Аллах Та'аля ниспослал специально для женщин. Отдельный приказ, отдельный запрет женщинам, и Аллах сказал: «Куль, и скажи, лиль му'минат, уже верующим женщинам». Если в 30-м аяте лиль му'минин Аллах сказал верующим мужьям, то здесь сказал верующим женщинам: «Ягуддна мин абсарихинна», пусть они опускают свои взоры. Аллах Та'аля так же, как запретил смотреть на хаурат женщин, мужчинам, Аллах Та'аля также запретил женщинам смотреть на хаурат мужчин. Мин абсарихинна, пусть опускаются свои взоры, ваяхфадна фуруджахунна, и пусть оберегают свои половые органы. Сура Нур, 31 аят. Аллах Та'аля дал нам зрение, чтобы мы смотрели, чтобы мы видели только благое, только разрешенное. И есть вещи, на которых смотреть халяль. Есть вещи, на которых смотреть харам, запретно. Но между ними еще есть вещи, на которых можно смотреть, но нельзя заглядываться. Далиль доказательства — это сура. Аллах Та'аля в суре сказал: «Валя тамудданна айнайка». Аллах Та'аля в Коране сказал: «Валя тамудданна айнайка иля ма матта'на бихи азваджа минхум захратал хаяти дунья линафтинахум фи». Сура Таха. Аллах Та'аля в 131 аяте сказал: «И не заглядывайся». Аллах не сказал: «Опусти взор, не смотри, закрывай глаза». Нет, Аллах сказал: «Не заглядывайся, не смотри долго, ибо если долго будешь с раскрытым окном, то все это войдет в твое сердце. Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из неверующих, чтобы подвергнуть их этому искушению. Все это блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее». Поэтому Всевышний Аллах запретил нам заглядываться на богатое убранство, на дворцы, на золото, на серебро, на богатство земной жизни. Аллах Та'аля запретил нам заглядываться
женщины, и все это, когда проникает в сердце верующего, превращается в еду, и человек влюбляется в эту жизнь и начинает пренебрегать жизнью вечной. И Аллах Тааля, Он испытывает людей. Если Аллах Тааля одному дает богатство в руки, и он этим испытывается, как он это богатство, куда он положит? Прямо в сердце или же в карман? Если он положил это в карман, а в сердце жизнь вечная, тогда он прошел испытание. Но многие, к сожалению, они сразу ложат все это в сердце, они начинают жить ради этого, они начинают уходить от религии Всевышнего, от истины, и они не проходят испытания. Поэтому Аллах Тааля дает одному испытанию, наделив его чем-то, а другому Аллах Тааля дает испытание, давая ему просто возможность увидеть это. Есть люди, у которых даже нет этого, но Аллах дает им испытание, потому что они это видят. Они начинают влюбляться в это, и вот прелести мирской жизни, богатство мирской жизни у них нет в кармане, но все это у них уже в сердце. Поэтому в итоге испытание получает и тот, кто владеет всем этим, и тот, кто не владеет. Поэтому Аллах запретил нам заглядываться, Аллах Тааля запретил нам любоваться этими земными богатствами. Һәм газиз кардәшләрем, Рәббесенең белән күп сөйләшәбез, һәм без тагын да күбрәк сөйләшергә тиеш. Кешелекне югалта торган, һәлак итә торган, гаиләләрне җимерә торган, нәсел агачларын корыта торган зина гына хасылында. Зина ул куркыныч гына. Ләкин күп вакытта без мөселманнар башына яулык япкан, намазга баскан мөслимәләр зина турында белсәк тә, күп вакытта зина ул безгә кагылмый дибез. Зина ул бит әнә тегеләргә. Хәзрәт Абу шуларга сөйли дип уйлыйбыз. Җәмәгать, менә бу бик зур безнең хатабыз. Бу безнең бик зур хатабыз, чөнки зина ул шундый куркыныч афәт, аның ыргаклары, үзенең ыргакларын ул бик еракларга ыргыта. Ул шундый афәт, ул үзенең ыргакларын бик еракларга ыргытып, үзенең корбаннарын ерактан тартып китә. Аның ыргаклары еракка оча. Һәм җәмәгать, әгәр дә кешегә бер ыргак эләксә, ул аны тартып куя. Икенче ыргак эләксә, шулай итеп кеше сизми дә, бик тиз генә шушы афәткә килеп төшәргә мөмкин. Алла сакласын. Шуңа күрә җәмәгать, ул ыргаклар килә безнең күзләребез аша. Ул ыргаклар килә безнең телләребез аша. Ул ыргаклар килә безнең уй, фикер, хыялларыбыз аша. Һәм шул ыргаклар эләккәч, аяк-куллар буйсынып, Алла сакласын, шул афәткә чалып та китергә мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тааля Коръәндә зина кылмагыз димәде. Аллаһ Тааля әйтә: "Ва ла тaqrabu zina." Зинага якын да бара күрмәгез. Якын да бара күрмәгез. Ыргакын күрсәң дә, сәбәбен күрсәң дә, аннан башарга кирәк. Һәм җәмәгать, күз карашы. Күз карашы ул җәмәгать бик еракларга оча. Әллә кайдан 70-80 белән, хәзер шәһәрдә 80 белән ярый бара. Ир-егет 80 белән шәһәрдән барганда, остановкада калган бөтен сары чәчләрне күреп калырга мөмкин. Бер юлы бөтенесен күреп. Ирләрне күрмәй, хатыннарны күрергә мөмкин. Шуңа күрә күз карашы бик ерактан ата. Бик ерактан эләктерә. Берсе бер ыргагын ташласа, шунда остановкада басып торган, светофор аша үткәреп җибәргәндә икенчесе ташлап китсә, менә шуларның бөтенесе аша бу афәт сине үзенә тарта, һәм җәмәгать тәрәзә аша ук очып керә икән, ул кая кабала? Ул кешенең йөрәгенә килеп кабала. Һәм укның башы агылы, йөрәк бөтен тән буенча кан тарата. Шушы агу бөтен кешенең тәне буйлап тарала, ул агулана. Һәм аяк та, кул да нишле агуланып шушы юлга таба китә. Асылда җәмәгать, шуңа күрә зинаның ыргагы беребез дә
аның зинадан болған бір өлішін енді белгіледі. Бүтін кішіге де зинаның бір өлішін, яғни долысын Алла Тағала бүтін кішіге берді де ләмәхәл. Бір кімді анан құтылып. Біздің бүтінімізде де зинаның бір өліші бар. Бұл Пeygamberimizin хадисі. Фазинал айн ан-назар. Көзінің зинасы ол қарау дейді. Тамам қарадың, зина башланды. Зина башланды, сенің көзің кешті. Вазинал лисан ан-натq. Тілінің зинасы сөйлешу. Çünkü жаңағы көз ырғағы іліктіріп алғаш, тезірек талтып тіліні кетіре. Бір қарадың, ярар, екінші қалаға жетмей, екіншісінде сөйлешісін келе башлайды. Жаңағы Пeygamberimiz көз зинасы ол қарау дейді, тіл зинасы ол сөйлешу дейді. وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي. Кішінің нәфісі дейді, ол тілей, ол ұмтыла, ол қияллана, ойдайында да нәрселер башланды. Башта да нәрселер башланды. Һәм нәрсе дейді, وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ дейді. Әйінді кішінің жіліс әғзасы дейді. Ол мына шушы көз, тіл һәм көңіл ойлағанға, яки оларға ереді, раслайды, яки оларға алдайды, яғни ермейді. Мен шуан көре жәмәғат зина қылу, ол енді ақыр нәтиже. Әғын бүтілісі башлана көзден, ойдан, тілден, құлақтан, һәм башқасынан. Һәм жәмәғат ир үшін бұл дүнияда, ират үшін, сәләмет ир үшін. Әзір жәмәғат сәләмет болмаған ерлерді көбейіп бара. Бізге қатынлар керек дейді, біз ерлер де разгөрімсі дейлер, баланы да өзімізген алып қайтамыз дейлер. Жәмәғат сәләмет ир үшін ең зор фитне ол жәмәғат байлықты. Ол жәмәғат карьера түгіл, алтын, күміш, машинаны түгіл. Сәләмет ир үшін ең зор фитне хатын қыз. Хатын қыз һәм Пeygamberimiz айтты: "Мә таракtu бәъди фитнәтән әдър ዐлә риҗал мин ан-ниса." Өзімнен соң ерлерге қалған ең зор фитне дейді. Ондан да қорқыныш фитне жоқ, ол хатын қыз фитнесі дейді. Бұл Бухари, Муслим риуаяттарында келеді. Шуңа күрә, ғазиз кардәшләрем, бұл фитнәдән біз Алла Тағаладан ярдәм сұрайық. Үзебезгә, гаиләләребезгә, кардәшләребезгә һәм балаларыбызга. Чөнки җәмәгать безнең балаларыбыз бар. Һәм ничек итеп безгә ул фитнәләр килсә, балаларыбыз үскән сайын, бәләгатькә ирешкән сайын, мыеклары чыккан сайын, чәчләре озынайган сайын, улларыбызга, кызларыбызга да зина афаты якынайганнан якыная бара. Һәм әллә нинди ыргаклар, әллә нинди юллар табыла. Һәм җәмәгать бүген біз менә шушы балаларыбызны дагы бик нык сакларга тиеш. Бик зур игътибар бирергә тиеш. Чөнки җәмәгать күп вакытта күзләрен бәйләп куйсаң да, күп вакытта өйгә кереп бикләп куйсаң да, җәмәгать бүген зина ыргаклары бөтен яктан керә. Кабельләр кисеп атсаң, Wi-Fi бар. Бөтенесе бар. Wi-Fi сүндереп куйсаң, 3G бар сатуында. Бүгенге көндәге Facebook бар. Булсын ул шайтанның ул ВКонтактелары әйе. Атасы көне-түне утыра контактта. Анасы утыра көне-түне контактта. Баласы утыра көне-түне контактта. Кергәндә әйтә, мин хәдис кенә укыйм ди. Кергәндә әйтә, мин кардәшкә сәлам генә бирәм ди. Балалар әйтәләр, без ише генә карыйбыз ди. Ә шайтан анда бөтенләй төзеп тора. Анда ише бәләкәй генә, ә менә монда матур әйтә. Әйтә, 1-2 сәгать тагы уйнап чыгады. Безнең мөселманнар бар, белән сакал белән төне буе тәһәҗҗүд торалар, тамаклар белән уйлыйлар. Безнең абыстайлар төне буе казармадан чыгамыйлар, йокламыйча тәһәҗҗүдкә торып булмый. Иртә берамызга торып булмый, контакт белән төне буе кушылып, һәм безнең җәмәгать кызларыбыз бигрәк тә кызларыбыз, чөнки хатын-кызны шайтан зиннәте. Уларны куллана, безнең кызларыбыз матур, алар яулыклы, ләкин җәмәгать бу матурлыкны шайтанда куллана. Шуңа күрә менә шушы афәтләр җәмәгать, менә бу безнең һәр өйгә үтеп кергән, һәр бүлмәгә үтеп кергән афәтләрдән җәмәгать без балаларыбызны кисәтергә тиеш.
javob qo'yamiz. Hal ahvol so'rashuv ishi bilan dost ekan, javob qo'yamiz. Ilm olimlarning telefonda bo'lmagan, pochtada bo'lmagan xat yozilgan. Ular bir yilga bir ko'rishganlar hojda, 2 yilga bir ko'rishganlar kun sayin bir-birsini davom qilganlar, kun sayin bir-birsini yoritib, siyrak ko'rishsalar yoritib yashaganlar. Bugun biz turli sabablar bilan shaytonga shulay yo'lboshtiramiz, chon bo'lajagini saqlaylik, o'zimizni saqlaylik, oila bolalarimizni jahannam azobidan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Aziz qardoshlarım, yozitib endi butun g'avlatlar oshlar, xotinlar g'avlati oshlar, yo'llar g'avlati oshlar, butun jumla shohir endi hammaimizning eshik oldlarida, ariqlarda, o'rmonlarda bizning g'avlatlarimiz oshlar, qish bo'yi pishirgan boshlagan shashalarimiz bormoqlab keldi, tub tamaki pishiklar, boshqa shunlar endi sizni chaqiraman o'sha masjidimizga inshaalloh ertaga Alloh taolo tilasa biz endi soat 10ga sizni chaqiramiz. Sizni shu o'zak masjidga kim keladi? Alloh rizoligi uchun kelamiz. Kelamiz unda ershab o'z maqsadimiz ish qurollarida inshaalloh bo'lib, endi ijtimoiy bo'limlarni shunga ko'ra bu so'rashimizni kirdik. Endi biz biroz hazratlar bilan shug'ullandik. Endi shulay o'rnak bo'lsin deb kelib o'sha yaqin kiralarni shishtartib Alloh yo'lida motor bo'lib tursin. Ham yo'lini bizning ixlos markazi, bundan yiroq bo'lgan madrasada unda bolalarimiz o'qiydi. Ko'plarning bolalari, onalar shunda o'qiydi. Shunga ko'ra unda da sabab bor. Shanba kuni unda yakshanba kunida ixlosda bizning o'sha yaqin kira bog'ash o'zlarini shishtartib ularni yo'llarini sidirib, shunga ko'ra Alloh rizoligi uchun kim keladi jamoat ishida qolmamiz. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر